Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Gumida qonliq voqea yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xotan viloyati Gumi noyasida 14 fevral pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. Voqeada Xitoy tomonidan 5 odamning o'lganligi, shuningdek 5ning yaralanganligi bildirildi. Voqea sodir qilgan 3 yoshning Xitoy tomonidan naq maydonda o'ldirilganligi bildirildi. Xitoy albatta bu voqea haqida boshqa hech qanday tafsilotni e'lon qilmadi. Shuningdek yana Xitoyning 18 moddalik yangi uqtirishi kuchli g'ulg'uli qo'zg'atgan mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda o'quvchilarning mingisini tozalash maxsus tuzash harakati elib borganligini ochiq oshkora e'lon qildi. Albatta bu yerda tilga ilingan yo'lsizliklarga dunyoda bizdan boshqa hech qanday bir millatni ishontirish haqiqatan mutas. Shundaq yana Amerika Yaponiya Xitoyga qarshi qo'shma hujjat imzoladi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Amerika prezidenti Donald Trump bilan uchrashishda natijaga erishganligini bildirdi. Aqsaroyda Tokioni mudofaa qilish, shundaqla Xitoy o'zining deb da'vo qilayotgan Senkaku orolini oxirigacha qo'g'dash to'g'risida tunji qatim ikki tarafning qatnashishi bilan qo'shma hujjat imzolandi. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Gumida yana qonliq voqea yuz berdi. Sharq Turkistonning Xotan viloyati Gumi noyasida pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. Voqea Gumi nahiya bozoridagi bir qo'roning ichida 3 kishi tomonidan paydo qilinganligi ilgari surildi. Hujum qiluvchilarning 10 kishini pichoq bilan yaralandirganligi, Xitoy tomonidan 5 kishining o'lganligi tilga olindi. Xotan viloyatlik hukumat to'rbati va Xitoy CNN agentligining bildirishicha 2017 yil 2 oyning 14 kuni seshanba Urumchi vaqti tushdan keyin soat 5 dan 20 minut o'tganda Sharq Turkistonning Xotan viloyati Gumi nahiyasida pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz bergan bo'lib, voqea Gumi nahiya bozoridagi bir qo'roning ichida 3 kishi tomonidan paydo qilinganligi ilgari surilgan. Xabar deyilishicha, voqea yuz bergandan keyin yetib kelgan Xitoy soqchilari hujum elib borgan 3 kishini etib o'tgan. Hujum qiluvchilarning 10 kishini pichoq bilan yaralandirganligi, yaralanganlarning doktorxonaga elib berilgan bo'lsa-mu, ulardan 5ining o'lganligi tilga ilingan. Qolgan 5 yarador jiddiy qutqizilmoqda ekan. Xitoy ijtimoiy taratqularida voqea haqida qisqacha ma'lumot berilgandan boshqa hujum qiluvchilarning va hujumga uchraganlarning kimligi, millat tabaligi, voqeaning nima sababdan kelib chiqqanligi to'g'risida hech qanday uchur berilmagan. Faqat voqeaning bir taraf qilinganligi, jamiyat tartibining normallashganligi, voqeaning jiddiy tekshirilayotganligi bildirilgan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi diniy besimi va milliy irqiy qirg'inchiliklari, chekdan oshgan assimilyatsiya siyosatlari kundan kunga kuchayib berayotgan bo'lib, buningga qarshi yuz berayotgan harakatlarni Xitoy doiralari terror va radikallikka bog'lab tushuntirib kelmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda oilalarda ishlatiladigan pichoq, qaycha va har xil tig'liq asboblarga kimlik turg'izishdek bema'ni siyosatlarni yo'l qo'yib, xalqning noroziligini qo'zg'ab kelmoqda. Voqeadan keyin Gumi noyasi va atrofida qattiq tekshirishlar elib berilayotgan bo'lib, soqchilarning yo'l to'sib qattiq tekshirishi sababli Gumiga kirish eg'izi necha kilometr uzunlikda o'chirat bo'lib ketgan. Xitoyning 18 moddalik yangi uqtirishi tarixda o'xshashi yo'q zulm. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda o'quvchilarning mingisini tozalash maxsus tuzash harakati elib borganligini rasmiy e'lon qildi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda o'quvchilarning mingisini tozalash maxsus tuzash harakati elib borganligini rasmiy e'lon qildi. Bu vaqtda ijtimoiy uchur aloqa vositalarida buningga munosabatlik 18 moddalik uqtirish tarqatilgan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistondagi o'qituvchi va o'quvchilarga qo'yilgan talablarning inson aqliga sig'mag'udek darajada kuchaytirilganligi, o'y fikr, aqida, yurish-turish, yemak-ichmak va shaxslarning o'tmish tarixlariga munosabatlik har bir ish izlaridan tortib qattiq tekshirilib, xizmat o'rinlaridan haydash, tutqun qilish qatorliq atalmish madaniyat inqilobidan necha hassa vahshiylashgan siyosatlarning yurgizilayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. 18 moddalik bu uqtirishda tilga ilingan qilmishlarning hammasining birdek qonunsiz qilmish deb belgilanganligi ma'lum. Barliq diniy mazmunlarni zo'ravonlik va asabiylik deb qaraydigan Xitoy doiralari buningga munosabatlik har qanday narsani har qanday vosita bilan internetdan tushirish, anglash, ta'minlashdan iborat 3 qilmishning qonunsizlik ekanligini,
bu uqtirishning birinchi moddasida alohida tilga olgan. Undan boshqa yana ilgari ro'za tutgan, masjidga kirgan, diniy faoliyatga qatnashgan yoki diniy bilim olgan qilmishlarini hamda boshqalarni buningdan aktivlik bilan to'smagan ahvollarini aktivlik bilan fosh qilmagan. Diniy fikr va diniy asabiylikka aloqador so'zlarni mulohiza qilishgan va qatnashganlar. Halol harom to'g'risida gap so'z qilganlar. Shunaqli yana Sharq Turkistonda yurgizilayotgan chekdan oshgan muqimlik tadbirlari va maxsus tuzash harakatiga qarata o'z fikri bo'yicha har xil baho berganlar birdek qonunsiz qilmishni sodir qilgan hisoblanadi ekan. Buningdimi ajablanarliki, Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonunsiz qilmish sodir qilgan deb qarilib jazolangandan keyin ularni oshkora yoki yoshirin qo'llagan diniy ishlarni boshqarishdagi tuzumlarni o'zida amaliylashtirmaganlar. Maktab ichida bir tutash forma kiymagan yoki maktab sirtida har xil kiyim-kechaklarni kiyganlar. Kiyim-kechakni birlikka keltirish, taqib-turqini qiyliplashtirishga qarata uni buni deganlar. Jilbob kiyib, chumbal tortib, uzun soqol burut qo'yganlarni qo'llaydigan, hissashlik qilgan oila tavobiatlari ichida shulardek kishilar bo'lganlar. Jiddiy yurgizilayotgan Xitoy tilini umumlashtirishga qarata uni buni deganlar. Passivlik qilganlar, o'ginishdan bosh tortganlar, o'ginishga qatnashishni rad qilganlar, millatlar ittifoqligiga foydasi bo'lmagan gap so'zlarni tarqatganlar va faoliyat bilan shug'ullanuvchilar. Boshqarishga rozi bo'lmay daraja atlab arz qildigan qilmishlarning hammasining birdek qonunsiz qilmishlar ekanligi aniq aytilgan. Undan boshqa yana bu uqtirishning 16-moddasida ma'lum darajada iqtisodiy asosi borlar hamda diniy kayfiyati quyuq oiladan kelib chiqqanlarmi shu qatorga tizilgan. Bu uqtirishning 10-moddasidagi odamning eng diqqatini tortadigan nuqta urug' tuqqanlar orasidagi bu 8 turli kishilar birinchi o'lim yetim bo'lganda nazir chiroq o'tkazmagan. Ikkinchi chumbal tortib jilbob kiyganlar. Uchinchi haroq tamaki tashlab uzun soqol va burut qo'yganlar. To'rtinchi to'van turmush kafolat puli, yordam puli elishni rad qilgan, televizor ko'rmaydigan va qo'bullig'ich o'rnatmagan, hukumat yordam qilib salgan uyda o'ltirmagan, o'quvchilar uzuqliq tamoqini yemaydiganlar. 5. To'yda nag'ma-navo qilmaganlar. 6. O'z oldiga hajga borgan, 7. Bolasini maktabga bermay din o'qitishiga bergan. 8. Nikoh o'qib to'y qilgan yoki 3 taloq debla nikohdan ajrashgan degandek bu 8 turli kishilardan urug' tuqqani bo'lib aktiv qarishtirmagan yoki ma'lum qilmaganlarmi qonunsiz qilmish sodir qilgan hisoblanadi ekan. Kuzatuvchilar bu vaqtda Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda elib berayotgan bu xildagi inson aqliga uyg'un bo'lmagan siyosatlarning faqat zulm selish yoki asminatsiya qilishla bo'lib qolmasdan, balki xalqni o'ziga qarshi qo'zg'olib chiqishga majburlab, bir butun qirg'in va qatliam orqali yo'qotishni maqsad qilayotganligini o'ttirib qo'ymoqda. Uyg'urlar ovozini anglatolmayotdi. Turkiyada chiqadigan Milliy gazetning 14 fevral kundagi sahifasida Uyg'urlar ovozini anglatolmayotdi sarlavhalik maqola e'lon qilindi. Bu maqola dunyo xalqi tomonidan unutilayotgan Sharq Turkiston xalqining dardini eng ixcham shaklda ifodalab bergan. Turkiyada chiqadigan Milliy gazetning 14 fevral kundagi sahifasida Fatma Tunjarning Uyg'urlar ovozini anglatolmayotdi sarlavhalik maqolasi e'lon qilingan bo'lib, bu maqola dunyo xalqi tomonidan unutilayotgan Xitoy tajovuzchilarining vahshiy asminatsiya siyosatlari eng yuqori chekda ijro qilinayotgan, yo'qolish va xavf ichida qilayotgan Sharq Turkiston xalqining dardini eng ixcham shaklda ifodalab bergan. Fatima Tunjar xonim bu maqolada tuvandiklarni o'ttirib qo'ygan. Shu qadar taraqqiy qilgan uchur davrida dunyoning har qanday bulung-pushqoqlaridagi kichikgina voqealar intayin qisqa vaqt ichida insonlarga yetkazilib, jamiyat taraqqiyoti dunyoni kichik bir kentga aylantirib qo'ymoqda. Mana shunday bir vaqtda haqlari tajovuz qilinayotgan mazlum Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zlarining haqliq ovozlarini dunyoga anglatish imkoniyatidan mahrum qolmoqda. Asli mohiyati iqtisodiy kuchga bog'langan axborotlar adolat uchun emas, balki yo'lsizlik va haqsizlik uchun xizmat qilmoqda. Dunyoning yana bir chetidagi yaralangan bir hayvonni qutuldirish voqealariga keng o'rin bergan dunyoviy axborotlar tajovuzchi Xitoy doiralarining besim va zulmlarga uchragan Uyg'urlarning ichinishli qismatlarini shundaqli bir ikki jumla bilan tugatmoqda. Dunyoda va Turkiyada siyosiy tangpongliqlar doim degudek nihoyat tez holatda o'zgarib turish bilan birga dunyoviy tuzilmalarni hal qilishga qarab mangdi hamda boshqa yangi strategiyalar haqida to'xtaladi. Ijtimoiy siyosiy sahnlarda zulm va tajovuz barobarlik haqida talash-tortishlar davom qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy tajovuzchilari tomonidan butunlay yo'q qilinmoqchi bo'lgan Uyg'urlar yolg'iz tashlab qo'yilmoqda.
Xitoy ishg'olchilari yerlik yollanmalar orqali xalqning diniy e'tiqodi va shuningdek boshqa barliq alohidliklarni cheklab, islom dinidan uzoqlashtirishga urinib kelmoqda. Har bir millatning o'ziga xos alohidliklari borligini hammamiz bilamiz. Agar bu alohidliklar yo'q qilinsa, u millat tarix sahnasidan g'oyib bo'ladi. Xitoy doiralari Uyg'ur qarindoshlarimizning eng hurmatli kishilari bilan orasida bo'shliq paydo qilib, assimilyatsiya qilishni tezlashtirmoqda. Ular yerlik yollanma xodimlarning qo'li orqali uylarga bostirib kirib, Qur'on va diniy mazmundagi kitoblarni saqlashni jinoyat hisoblamoqda. Bo'libmi Sharq Turkistonning janubida normal iqtisodiy saviyadan to'limi uzoqda yashayotgan Uyg'urlar zo'migarlarning tajovuzi va besimlariga bosh egmasdan o'zining mavjudligini qo'g'dab kelmoqda. Bu tuproqlardagi masjidlar qattiq nazorat ostida bo'lib, xalqning ibodat erkinligi og'ir to'salg'iga uchramoqda. Bu yerdagi musulmonlar namozini faqat soqchi nazorati ostida ado qiladi. Azonni odatdagi kanay orqali tovlashma cheklangan bo'lib, namoz vaqtida azon faqat to'van ovoz bilan tovlandi. Masjidlar faqat atigan va oqshomdagi namoz vaqtida qisqa vaqt ochiladigan bo'lib, qolgan vaqtda doim taqalgan holatda turadi. Kommunistlar tarafidan tayinlangan imom kelolmagan vaqtlarda bo'lsa, uning o'rnida boshqa hech bir kishi imom bo'lib namoz o'qib berolmaydi. Agar unda qilsa, u jinoyat hisoblandi. Har kuni bostirib kirish natijasida uylar tekshirilib, Qur'on va diniy kitoblar yig'ib olinish bilan birga uy egalari 5 yildan 8 yilgacha qamoqqa ilinmoqda. Undan boshqa hech ayam kunlardimi yaqinlari bilan patilishish elib borolmaydi. Bu Xitoy tarafidan cheklangan. Davlatimizda 15-iyul siyosiy o'zgarishdan keyin orqa-orqadan maydonga kelgan portlash va uning natijasida begunoh insonlarning o'ldirilishi, ishchi va sirtidagi terror va to'polonlar bizning butun zihnimizni o'zimizga qaratib oldi. Ammo har qanday bir ish bo'lib ketsa-mu, Turkiya azaldan mazlum xalqning yendi bo'lib keldi. Rabiya Qodir xonim Yaponiyada ziyorati bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim 11 fevral kuni Yaponiyaga yetib kelgan bo'lib, Yaponiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va bir qism organ, shunaqla ko'zi ko'ringan kishilar tomonidan qizg'in kutib olindi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Rabiya Qodir xonim 11 fevral kuni Yaponiyaga yetib kelgan bo'lib, Yaponiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va bir qism organ, ko'zi ko'ringan kishilar tomonidan qizg'in kutib olindi. Rabiya Qodir xonim Yaponiyaga kelgandan keyin Tokiodagi Okura mehmonxonasining ziyofat zalida o'tkazilgan Tibet surgundi hukumatining bosh ministri Lobsang Sangayni qarshi olish ziyofatiga aziz mehmon sifatida qatnashdi. Bu kutib olish ziyofatini Tokio Tibet ishxonasi o'rinlashtirgan bo'lib, Rabiya Qodir xonim alohida taklif qilingan. Ziyofat jarayonida Rabiya Qodir xonim so'zga taklif qilingan bo'lib, navbatdagi Uyg'ur vaziyati va Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston, Tibet hamda Mongoliya xalqi ustidan yurgizayotgan qonli qirg'inchiliklari haqida to'xtalgan. Rabiya Qodir xonim 13 fevral kuni tushdan keyin soat 3:30 dan 4:30gacha Tokiodagi chet el muxbirlari zalida muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirgan. Hamda xalqaro va Yaponiya axborotlariga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Uyg'urlar duch kelayotgan qismatlar to'g'risida ma'lumot berish bilan birga muxbir va jurnalistlarning savollariga javob bergan. Bu qadimgi axborot e'lon qilish yig'iniga BBC, CNN, Reuters, Al Jazeeraga o'xshash eng chong xalqaro axborotlarni o'z ichiga olgan 70 tak axborotlarning muxbirlari qatnashgan. 14 fevral kuni soat 10:30 dan 12:30gacha Rabiya Qodir xonim Yaponiyaning Kamakura shaharlik parlamentining alohida taklifiga binoan bu yerda Uyg'urlarning hozirgi masalalari haqida doklad bergan hamda Kamakura shahrining shahar boshlig'i bilan ayrim suhbatda bo'lgan. Rabiya Qodir xonimning bu qatimqi Yaponiya ziyoratiga Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raislaridan Seyit Tumturk, Umid Agahi, Yaponiya Uyg'ur birlik tashkilotining raisi Tur Muhammad Hashim qatorliqlar hamroh bo'lgan. Biz bu ziyorat haqida Yaponiya Uyg'ur birligining raisi Tur Muhammad Hashim bilan suhbat edib bordik. U mundaq dedi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Istiqlol TV'sidagi barliq qarindoshlarim va shundaqla Istiqlol TV'sini ko'rayotgan dunyoning har qaysi yerdagi qarindoshlar va davlat ichidagi shu televizorni ko'rayotgan qarindoshlar hammalarga salom. Biz 2 ayning 11 kundan 2 ayning 17 kunigacha milliy rahbarimiz Rabiya Qodir xonim yetakchiligidagi Uyg'urlar vakillarini Yaponiyaga taklif qilib bir yurish faoliyatlarini elib bordik.
Men bu yerda bu Uyg'ur vakillar ömürününki Tokyo'da ilib bağlan bir qism faaliyetler doğruluq hemenlarga bir ma'lumot bermoqchi. İkinci yanı 13. günü biz Tokyo'daki meşhur çetellik muhbirlar klubida bir mükemmel muhbirlarni kutilish yig'ini o'tkazdik. Bu yig'inga milliy rahbarimiz Rabia Qodir xonim va shundoqla Turkiyadagi Rabia Qodir xonimning alohida vakili Seyittin Turk apandi, Germaniyadan kelgan Dunyo Uyg'ur qulturining muavin raisi hurmatlik Ümit Hamid apandi qatorliqlar bu muhbirlarni kutilish yig'iniga qatnashdi. Bu qadimgi muhbirlarni kutilish yig'inida Rabia Qodir xonim söz qilib, Sharqiy Turkistondagi navbatdagi vaziyati bo'libmi Chinchango Sharqiy Turkistonga yangi bosh sekretar bo'lib kelgandan keyingi Xitoy markaziy hukumatiningki Sharqiy Turkistonda tutayotgan bir yurish yangi siyosatlarini to'shtirib o'tdi. Bu yerdami yanala Chinchango'ningki masjidlarni cheqish, keng ko'lamda saqchi punktlarini qurib, Uyg'urlarga bo'lgan har xil bostirish, kontrol qilish siyosatlarini va shundoqla Chinchango'ningki atalmış Uyg'urlar bilan Xitoylarningki tuqqan bo'lish siyosatlari iborat bu ahvollar to'g'riliq Yaponiyaningki ishchi va sirtdagi 20-30 dan ortiq muxbir, 20-30 dan ortiq gazet, jurnal, televizor, radio da iborat matbuot muxbirlariga tafsiliy ahvol tushuntirib o'tdi. Endi bu muxbirlarni kutilish yig'ini biz har qatim Rabia Qodir xonim kelgan mezgillarda o'rinlashtiramiz. Bu qatimki muxbirlarni kutilish yig'iningki alohidaligi bo'lsa, Rabia Qodir xonim asos jihatdan navbatdagi Sharq Turkistonda bo'layotgan inson huquqi tajovuzchiligi bo'libmi Xitoy markaziy hukumatiningki bu Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish, Uyg'urlarningki diniy kimligini yo'qotish masalalarini nuqtaliq anglatdi. Bo'libmi Xitoylar mush Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish jihatda bizningki milliy kimligimizningki eng mukammal asosi bo'lgan islom dinini Uyg'urlardan yiroqlashtirish, Uyg'urlarning islom diniga bo'lgan e'tiqodini yo'qotish va yoki uni xunuklashtirish jihatda ilib borayotgan har xil diniy siyosatlarninki xarakteri, uning amaliy ijro qilish ahvoli to'liq tafsiliy to'xtaldi. Bu masala jihatdagi nurg'un amaliy misollarni yapınlıq va chet ellik muxbirlarga anglatish orqali Xitoy hokimiyatiningki bu Uyg'ur millatini mush yer shahardan butunlay yo'qotish iborat mushnaq razil siyosatninki boy ekanligini ko'rsatib, Xitoy hokimiyatiningki Uyg'urlar uchun emas, balki Osiyodagi uning Xitoyning atrofi davlatlar uchunmi va shuningdek dunyoninki bexatarligi uchunmi intayin bir og'ir tahdid ekanligini bu yerda aniq ko'rsatib berdi. Reyna hujumiga munosabatli 40 gumondor qo'lga olindi. Yangi yil kechasi Reyna klubida 39 odamning o'lishini keltirib chiqargan voqeaga aloqador tekshirishlar jarayonida tutilgan gumondorlarning soni 40 ga yetdi. Ular İstanbul'daki Jinoiy ishlar 4-sot mahkamasida so'roq qilingandan keyin qo'lga ilinib turmaga yo'llab berildi. Yangi yil kechasi Reynada 39 odamning o'lishini keltirib chiqargan voqeaga aloqador tekshirishlar jarayonida tutilgan gumondorlardan Masharipovning yana bir ayoli Tana Tiravra, Ayyub Korkusuz, Ayşe Muhammed, Dina Ala Said Ahmed ve Ali Jamal Muhammed qatorliq bu 5 kishi asosiy qonunni ag'dirib tashlashga urinish, qurolliq terror guruhlariga a'zo bo'lish jinoyati bilan rasmiy qo'lga olindi. Gumondorlardan Ali Jamal Muhammadga qasddan 39 qitim odam o'ldirishga yordamda bo'lish jinoyati berish talab qilingan.
Abduqadir Masharipovni o'z ichiga olgan 40 gumondor İstanbuldagi jinoiy ishlar 4-sot mahkamasida so'roq qilingandan keyin qo'lga elinib turmaga yo'llab berilgan. Sud mahkamasining ayblashnomasida gumondor Ali Jamal Muhammad Daesh terrorlik tashkilotida Abu Yusuf degan maxfiy ismni qo'llangan bo'lib, Reyna hujumining planlovchisi Abu Jihad bilan bevosita bog'lanishlik ekan. 3 yanvar kuni İstanbul E5da saqchi tekshirishiga duch kelgan Masharipovni Abu Jihadning buyrug'i bilan Safako'ydan Asan yurtdagi tashkilot uvisiga elib kelganligi hamda Masharipovning panohlanish jarayonidagi barliq ehtiyojlarini hal qilganligi, shundaqla uning terrorlik tashkilot a'zosi Tana Traore bilan bo'lgan diniy nikohini qilganligi tilga olingan. Ayblashnomada yana Masharipov bilan birlikda bir uydan tutilgan Tana Traorening terrorlik tashkilotga a'zo bo'lganligi, Suriyadagi urush rayoniga berish uchun Fransiyadan kelganligi va Masharipov bilan nikohlanganligi, ikkisining Google tarjimon orqali Rossiya va fransuzcha so'zlashganligi bildirilgan. Gumondor Ayyub qo'rqisiz bo'lsa, Reyna hujumini planlovchilardan biri bo'lib, uning Abu Qatada degan maxfiy ismni qo'llanganligi, Telegramdami mushu ismni qo'llanganligi, tekshirish jarayonida uning tashkilot tarafidan Nashida ismini berganligi, urush rayonlarida tartilgan suratlarning qo'lga tushirilganligi, Daesh uylarining bexatarligiga mas'ul bo'lganligi qayd qilingan. Uningdan boshqa Somalilik yana bir gumondor Aisha Muhammadning Reyna qotili Masharipov bilan birlikda Asan yurtdagi uydan tutilganligi, Suriyadagi urush rayoniga berish uchun kelganligi, Misrlik Dina Ala Said Ahmadning Masharipov bilan birlikda Asan yurtdagi uydan tutilganligi bildirilgan. Doğu Perinçek Xitoyda ziyorati bo'ldi. Turkiyadagi Xitoyparast partiya Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçek va uning hamrohligidagi hay'at Xitoyning taklif qilishi bilan 6 fevraldan 10 fevralgacha Xitoyda ziyorati bo'ldi. Ulusal kanalning 15 fevral kunidagi xabarda Turkiyadagi Xitoyparast partiya Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçek va u boshchiligidagi hay'at Xitoyning taklif qilishi bilan 6 fevraldan 10 fevralgacha Xitoyda ziyorati bo'lgan. Bu hay'at Xitoy ziyorati jarayonida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Li Jun bilan ko'rishgan. Ko'rish jarayonida Perinçek Xitoy Turkiyaning eng hurmatga sazovor do'stidir. Turkiya hozir ichki va tashqi jihatdan Amerikaning terror guruhlari bilan urushmoqda. G'arb davlatlari Turkiyaning birligiga tahdid bo'lmoqda. Bu ahvol Turkiyani Xitoy bilan nihoyat quyuq hamkorlikka elib kelmoqda deganlarni bildirgan. Perinçekning so'zlariga qarata Li Jun Vatan partiyasining Turkiya siyosatida nihoyat muhim rol o'ynayotganligini, ikki partiya orasida mohiyatlik bog'lanishlarning borligini, Turkiya Xitoy munosabatlaridagi taraqqiyotlarda Vatan partiyasining rolining intayin cho'ng ekanligini tilga olib alohida maqtagan. Arqadan bu hay'at Xitoy siyosiy maslahat kengashi xalqaro komiteti muavin raisi Wang Jiarui bilan ko'rishgan. Wang Jiarui Perinçekka mundaq degan: "Siz bizning qadinas do'stimiz. Biz hamkorligimizni texama taraqqiy qildiramiz. Turkiya bilan Uyg'ur rayonidagi qudratqullik qildigan terrorchilar to'g'risida hamkorlik elib berishni to'liq orzu qilamiz. Bizni qo'llaganligingiz uchun rahmat aytamiz. Terrorchilar cho'qim bizga qaytirib berilishi kerak. Bu to'g'rida Turkiyaning qadam elishini saqlayapmiz. Biz Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishini xohlaymiz." Perinçek bu so'zlarga qarata Turkiya qurolli kuchlarining Suriya va Iroqdagi Sharq Turkiston kuchlarini tozalayotganligini hamda Turkiyadagi a'zolariga zarb berayotganligini tilga olgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning taklif bilan Xitoyda ziyorati bo'layotgan Vatan partiyasi hay'ati Xitoy bilan 6 turda kelishim imzolagan. Birinchi, ikki partiyaning strategiya markazlari tayyorlab xizmatlarini elib berish. Ikkinchi, ikki partiya ta'xirsiz holda dunyo taraqqiyoti to'g'risidagi ma'lumotlardan hambaharlanishni faol quyuqlashtirish. Uchinchi, terrorizm qarshi tajribalarni almashtirish. To'rtinchi, tashviqot organlaridagi plan loyihalarda tang o'rtoqlashish. Beshinchi, sayohat tarmoqlarida shirkat faoliyatlari nuqtasi ta'sis qilish. Bu xabar e'lon qilingandan keyin ijtimoiy aloqa vositalarida Perinçek bu qarorni nimaga tayinib oldi? Maslikda xudini bilmay qoldimi ya? Turkiyaning va turk xalqining o'rtaq dushmani bo'lgan PKK va PYDning eng kuchli qo'llovchilaridan biri bo'lgan Xitoy kommunistlarining Turkiyadagi vakili Doğu Perinçek Xitoyda ziyorati bo'ldi degandek inkoslar keng yaralgan. Amerika Yaponiya Xitoyga qarshi qo'shma hujjat imzoladi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe yaqinda Amerika prezidenti Donald Trump bilan o'zaro uchrashuv jarayonida elib borgan muzokaralarda kutgan natijaga erishganligini bildirdi. Oqsaroyda Tokioni mudofaa qilish va Xitoy o'zining deb da'vo qilayotgan Senkaku orolini oxirigacha himoya qilish to'g'risida tunji qatim yozma shaklda qo'shma hujjat imzolandi.
Rossiya TASS xabar agentligining 13 fevral kundagi xabarda deyilishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe yaqinda Amerika prezidenti Donald Trump bilan o'zaro uchrashuv jarayonida elib borgan muzokaralarda kutgan natijaga erishganligini bildirgan. Chunki Oqsaroy Tokioni mudofaa qilish va Xitoy o'zining deb da'vo qilayotgan Senkaku orolini oxirigacha himoya qilish to'g'risida tunji qatim yozma shaklda qo'shma hujjat imzolangan. Obama davrida bu xildagi va'dalar og'zaki shaklda bildirilgan bo'lib, rasmiy turda qo'shma hujjatlarga kirgizilmagan edi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Amerika prezidenti Donald Trump bilan tuzilgan bu qo'shma hujjat haqida bayonot berib, Amerika va Yaponiyadan iborat ikki davlatning Senkaku orollari joylashgan Sharqiy Xitoy dengizidagi zich hamkorliklari to'g'risida yanama ichkirlab birdek tushunchalarning hosil qilinganligi, nihoyatda cho'ng bir tarixiy burilish bo'lib hisoblandi deganlarni bildirgan. Xitoy Amerika va Yaponiyaga tahdid soldi. Xitoy Amerika va Yaponiyaga o'zini tutib olib, xato bayonotlarni e'lon qilishni qat'iy to'xtatish to'g'risida jiddiy tahdid soldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 13 fevral kuni axborot e'lon qilish yig'inida Amerika Yaponiya bexatarlik kapolati kelishimiga qat'iy qarshi turganligini, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi barliq orollar va uning atrofiga hech bir talash tartishsiz igidorchilik qilish, hukmronlik qilish huquqi borligini bildirdi. Xabarlar to'rining 13 fevraldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Amerika va Yaponiyaga o'zini tutib olib, xato bayonotlarni e'lon qilishni qat'iy to'xtatish to'g'risida jiddiy tahdid solgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang 13 fevral kuni Beijingda elib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida Yaponiya va Amerika rahbarlari tomonidan yaqinda e'lon qilingan o'rtaq bayonotga baho berib, mundaq degan: Kim nima desa desin, nima qilsa qilsin, hammasi biz uchun baribir. Diyoyu orali Xitoyning ekanligidagi maydonimizni asla o'zgartirmaydi. Yaponiya tilga olgan Amerika Yaponiya bexatarlik kapolati kelishimi orqali bu ishga Amerikani kepil qilib qo'llanganligiga qat'iy qarshi turamiz. Janubiy Xitoy dengizi masalasiga munosabatlik bo'lgan Yaponiya Amerika o'rtaq bayonotidagi orollarga askar o'rinlashtirishga o'xshash jiddiychilikka sabab bo'lgan harakatlardan o'zini tortishga chaqiramiz deganlarni bildirgan. U yana Xitoyning bu vaqtdagi maydonining uch ekanligini, asla o'zgarmaydiganligini ta'kidlagandan keyin, Janubiy Xitoy dengizidagi barliq orollar va uning atrofiga hech bir talash tartishsiz hukmronlik qilish huquqimiz bor. Xitoyning o'ziga tava bo'lgan orollar va marjon tashliqlarda munosabatli qurilishlarni elib berishi butunlay o'z hukmronligi doirasidagi ishdir. Shundaqla askar o'rinlashtirish bilan hech qanday munosabati yo'q. Ba'zi bir davlatlar o'z kuchini ko'rsatish uchun paraxodlarni Janubiy Xitoy dengiziga yo'lga solmoqda. Bu paraxodlar hadislar tushunishmasliklarni keltirib chiqarishga urinmoqda. Mana bular Janubiy Xitoy dengiziga askar o'rinlashtirishni tezlashtiruvchi omillardir deganlarni tilga elib o'tgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarning janobiy Alloh topshirimiz shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.